Bugun ko'plab turkiyaliklar bir-birlarini Me'roj kechasi bilan tabriklashmoqda. 86 millionga yaqin aholiga ega Turkiyaning 95% musulmonlardir. Bu mamlakatda diniy bayramlar, musulmonlar uchun ahamiyatli bo'lgan sanalarga katta e'tibor beriladi. Me'roj kechasi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Alloh huzuriga ko'tarilgan Isro va Me'roj voqeasi bilan bog'liq muqaddas kechadir. Turkiya Diyonat ishlari boshqonligi diniy taqvimiga ko'ra 2026-yilda Me'roj kechasi 15-yanvar payshanba kechasiga to'g'ri keladi. Turkiyada bu kecha masjidlarda ibodatlar qilinadi. Odamlar bir-birlariga shirinliklar ulashadi. Me'roj kechasi tadbirlari Turkiyaning rasmiy nashrlari va ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritiladi. Masjidlardan jonli efirlar beriladi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an o'z xalqini Me'roj kechasi bilan tabriklaydi. Shuningdek, Turkiyada bu kunni qutlash xalq orasida doimiy bahslarni ham keltirib chiqaradi. Ayrim ulamolar bunga bir monelik yo'qligini aytishsa, ba'zilari esa bu kunni tabriklash emas, zikr-u ibodatda o'tkazishni tavsiya qilishadi. Bugun Me'roj kechasi. Duolaringiz qabul bo'lsin, qalblaringiz nurga to'lsin azizlar.